millatchiligini tanigan odam, milliy g'ururi bor odam millatga faxr, millatga sharaf bo'lishlik uchun yashaydi. Or bo'lish uchun emas. Mana bu haqiqatni anglamoq lozimdir. Va yoshlarga bu haqiqatni anglatmoq lozimdir. Millatchilik, urf-odat, buning roli, buning ahamiyati shu darajada kattaki, hatto dinimiz ta'limotlarida urf-odat shariatda hujjatga o'tadi. Ba'zi bir masalalarda hujjat topilmasa, urf-odatga qarab hujjat olinadi. Millatning urf-odatini darajasi ana shunday. Darajasi ana shunday. Bir zamonlar bo'lgan tarixda qora rangli libos boshqa rangliga qaraganda qimmatroq bo'lgan. Urf-odat shuni taqozo qilgan. Faqihlar o'shanga qarab fatvo berdilar. O'sha zamonda. Shunday zamon keldi, oq rangli kiyim qora rangliga qaraganda urfda qimmatroq rangga aylandi. Faqihlar o'sha zamonga kelib fatvoni endi bunga qarab berdilar. Urf shariatda hujjat sifatida o'tdi. Ana shunday zamonlar bo'lgan.